Hali bachkalar qara. Battindan katta yangilik. Battinning yangi filiali ochildi, o'rtoqlar. Zo'r. Zo'r kasb topdinglar, o'zingizlarga osongina pul topishda. Blogermidi, kimidi bular? Ya siz o'ylaganchalik oson emas ekan. Oson. Nima shunaga? O'rtoqlar, mana shu ko'rib turgan lukinglar 279 ming so'm. Bo'ldi, o'sha pulni ishladi. Shu gapni gapirdi, pulni ishladi. Aka syomka bo'ladi, talab qilmanglar, iltimos. Zo'r. Demak, davom etamiz. Mana bu oyoq kiyimlarni ko'ryapsizlarmi? Xohlagan oyoq kiyimlarni 99.900 so'mdan olishinglar mumkin. Nimani targ'ib qilyapsan sen hozir, ha? Yoshlarning ma'naviyatini buzmayaptimi bular? Buzyapti shu. Aka, ma'naviyatni nima aloqasi bor o'zi bunga? Syomka bo'lyapti, ishlaganini qo'ying, iltimos. Ma'naviyatda aloqasi bormi? Kimcha bor? Qanday? Bilmayman. Nima shunday? Ma'naviyat keldi-da, o'zim. Battinning yangi filiali ochilish munosabati bilan mana shu ko'rib turgan shimiylar hamda har xil rangdagi amerikanka futbolkalar 89.900 so'mdan. Sizlarga nalog qo'yish kerak. Qo'yganman. Qo'ygan aka, to'layapmiz nalog. To'laysan. Iltimos, syomka bo'lyapti aka. Bor, shunday. Aka, syomka bo'lyapti, bu yoqda o'tinglar. Mana shu ko'rib turgan har xil rangdagi stilli kardiganlarimiz 99.900 so'mdan. Aksiya 22-avgustdan 25-avgustgacha bo'lib o'tadi. Manzil Novza metrosi flagman savdo majmuasi. Kasbda endi shu, ha? Kasbda. Aka, shunaqa jonimga tegdi, siz o'z nima ish qilasiz? Shu hozir trenddagi hamma qilayotgan ishni qilaman. Nima ekan u trenddagi? Negativman. Shu o'zim qo'limdan ishlasa ish kelmaydi. Shu qo'ldan ish keladiganlarni shu negativ yozib o'tirib, shuni kovlab o'tiraman. Bekorchiman-da men. Obro'li kasbmi? Juda obro'li kasb. Hozir men trendga chiqyapti. O'qish kerakmi bunga? Yo'q, bekorchi bo'lish kerak. Bo'sh vaqting ko'p bo'lish kerak, videoni ko'p ko'rishing kerak, shu negativ yozib o'tirishda vaqting bo'lish kerak-da. Keyin iching ham kir bo'lish kerak. Ichim kir.